19 ming dollar turadigan shnurni krossovkangizga sotib olgan bo'larmidingiz? Ko'pchilik uchun bu kulgili tuyuladi. Oddiy shnur-ku deb o'ylaysiz, lekin aslida shnur bu oddiy detal emas, ayniqsa uning uchidagi kapsula aglet. Agar u bo'lmasa, shnur tez bo'shashib, yoyilib ketadi va teshikdan o'tmay qoladi. Endi tasavvur qiling, shu kichkina detalni ba'zi bir brendlar butunlay boshqa darajaga olib chiqishgan. Masalan, Mr. Kennedy dunyodagi eng qimmat shnurlarni ishlab chiqaradigan kompaniya. Ular shnurlarni oddiy iplardan emas, haqiqiy oltin va kumushlardan tayyorlashadi. Har bir shnur jufti qo'lda yasaladi va taxminan 120 soat vaqt oladi. Bitta shnur uchun esa taxminan 208 karat oltin ketadi. Narxi esa 19 ming dollar. Ha, shunchaki shnur uchun. Lekin bu yerda gap narxda emas. Gap shundaki, hatto eng kichkina detallar ham premium darajaga chiqishi mumkin. Kimdirlar buni status deb ataydi, kimdirlar esa sifat. Biz esa aynan shu joyiga e'tibor beramiz. Oddiy ko'ringan detalni ham haqiqiy sifatga aylantirish mumkin ekan. Sizcha krossovkalaringiz uchun 19 ming dollarga shnur sotib olgan bo'larmidingiz?